Fusion domofon paneli podezlarga qo'yilsa, viziv knopkasini bossalaring, go'dak ovozini eshityapsizlar. Qanaqangi jarangdorligini podezga qo'yilsa aksado bo'lib qaytishi mumkin. Buni hozir qanday qilib o'chirib qo'yishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, domofon monitorimizdan настройка bo'limiga kiramiz va bu yerda eng oxiriga tushib turib, разрешение настройкani konfiguratsiya bo'limiga kirib, domofonimizning parolini yozamiz. Yozib bo'lganimizdan keyin OK ga bosamiz va настройкаga kirgandan keyin bu yerda 3-bo'limga tushib, управление устройствамиga tushib, главный domofonda IPsini ustiga bossak, bu yerda domofonimiz chiqib keldi setda. Vizimnoyimiz va настройкasiga kiramiz bu yerda. Настройкасida настройка громкостьga kiramiz va bu yerda выходная громкостьni 0 ga tushirib qo'yamiz pastlab. Va 0 ga tushirganimizdan keyin bu yerda qachonki qaytishga bossak, keyin настройка завершение bo'ladi. Bo'ldi mana. Endi esa domofon vizimnoyimizni tekshirib ko'ramiz. Mana bosamiz va bu yerda faqat monitorimizning ovozi chiqyapti. Vizimnoy panelimizda ovoz chiqmayapti. Rahmat, sog' bo'linglar. Bizni kuzatib borishda davom etinglar.